for Birinchi pruning. esimizda turishi kerak bo'lgan narsa daraxt kesayotganda, shoftoli kesyapti. We have to start from bottom to top Ya'ni pastdan tepaga qarab and inside to va outside. ichkaridan tashqariga qarab kesishimiz kerak. How much more we have sunlight, Qancha we ko'p will have more quyosh fruit. nurini tutsak, shuncha ko'p meva bo'ladi. Mezon shu bo'lishi kerak shakl berishga. So in the central leader systems, Markaziy yetakchi usulida we want to get fruits as near as possible mevani to the main trunk. boricha asosiy tanaga yaqin joydan olishimiz kerak. Ya'ni odatiy markaziy yetakchi usuli mana pastda bu qavat ham deyshadi. O'sha bitta qavat qo'yilgan gilosga, olmaga ishlatsangiz bu o'rikka, olxo'riga Oh, ishlatsa but not for bo'ladi. peaches. Lekin shoftoliga men tavsiya qilmayman. Odatiy markaziy yetakchi. Why? Because Chunki the fruits will go far away from meva the tanasidan trunk. qochib ketaveradi bu usulda. Imkon bo'lsa to'g'ridan to'g'ri asosiy tanadan shox Directly. chiqarishimiz kerak. Mevali novdalar. Ikkita chetiga 60 ga yursangiz, So the maximum distance between the X three, sxemasi dalax orasida maximum must be 120. 120 bo'lishi kerak But maksimum. Ya'ni 1 meter is biz bu yoqda better. 30 santimetr ko'proq ekkan bo'lib chiqyapmiz. 1 metr ham qabul eksa bo'lar ekan 1 metrga. Okay. 1 litrliga. The reason of this, Buni sababi to have maximum production, maksimum hosildorlikka erishishni xohlasangiz, you have to cover between these daraxtlar all o'rtasidagi trees. bo'shliqni to'liq yopishingiz kerak. Qator Exactly. o'rtasida bo'sh joy qolmasligi kerak. Qancha bo'shliq ko'p bo'lsa, shunchalik hosilliklar tushib ketadi hosildor.